Assalamu alaikum. Mening ismim Zulhaya Abdurazaq. Her bir insanın arzusu bolgandek mening arzuyum var. Mening arzuyum bolsa, ana vatanimdan qanğudek huzur elib alsam deyman. Kindiq qanım tökülgen vatanimdan 5 yaş vaqtimda aylık aldığım üçün vatanimni faqat esleyemeyman. Mektepte muallim vatanimizdeki Tarım deryasını, Yurunqaş deryasını, Buğday Kölünü, Teklemekan qumluqini sözlep bergen vaqtida öz-özümge bizning vatanimiz nima degan cho'ngha degan edim. Muallim bizga vatanimizga chegilishadigan davlatlarni so'zlab berdi. Masalan, Afg'oniston, Hindiston, Tojikiston degandek davlatlar bilan chegilishadiganligini va yana bizning vatanimizning go'zal ekanligini aytdi. Muallim bizga yana vatanimizdan chiqadigan boyliqlarni so'zlab berdi. Masalan, altın, kümür, nefet, paxta degandek xili bakjaq boyliqlarni chiqadiganligini, vatanimizdagi xalqlarning mehmondo'st va oq ko'ngil ekanligini, burundan tartib vatanimizda olim, yozuvchi, filosoflarning makoni bo'lib kelgan Yusuf Xassojib buvimizning qutatqi bilik, Mahmud Qashqari buvimizning Türk tillar divani nomli kitoblarini dunyoga sunganligini va vatanimizning har qaysi shaharlarda o'xshamaydigan xosliklarning borligini. Masalan, Turpanning havosi issiq, o'zini bo'lsa ajoyib tatliq. Yaz faslida Turpanga yurt-yurtlardan kishilarning kelib qumga cho'milganligini, Turpanning qumi nurg'un kasalliklarga shifo qilganligini aytib berdi. Xotan Sharqiy Turkistonning janubiga joylashganligini, u yerda men bilmaydigan nurg'un sirlarning borligini. Masalan, Xotan qashtishi, Xotan gilimi, Xotan qog'ozi, atlas degandek. Xotan qashtishi xalqimizga berilgan qimmat boyliq ekanligini, tashqi ko'rinishi chiroyli va so'zik ekanligini, o'zining insonlarga foydali ekanligini aytib berdi. Qashqar shahri qadimiy shahrimiz ekanligini, u yerda xalqimiz azizona deb sifatlab aziz ko'rgan bu shaharda men bilmaydigan nurg'un sirlarning borligini, masalan, qo'l hunarvanchilik kasbi ajoyib taraqqiy qilganligini, necha ming xildan ortiq qo'l hunarvanlari topqili bo'lganligini. Qashqar shahri yana buyuk olimiz Mahmud Qashqarning ona yurti ekanligini, Qashqarda yana Yitgoh jamiyatining borligini, Yitgoh jamiyatining ichi o'rmonliqqa o'xshaydiganligini, egiz daraxtlar, eriqlarning borligini. Hech ayamlar bu masjidga insonlar patmayla qoldiganligini, yerkan otishlardan nurg'un insonlar kelib hech namozi o'qiydiganligini, hech namozi o'qib bo'lgandan keyin masjidning oldi mashrab maydoniga aylanib, nog'or chalinib, insonlar hechni tabriklab samoga tushadiganligini aytib berdi. Hech kuni xalqimizning mana mushunda xushal bo'lganligini aytib berdi. Muallim mening arzuyimning amalga oshishi uchun vatanimni texim yaxshi o'tib qo'yganlik uchun muallimimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Zulhaya qizim, sizning nihoyatda go'zal bir orzuyingiz bor ekan. U bo'lsa-mu vatandan qong'udek huzur elib olishgan. Bu arzu balkim yolg'iz sizning orzuyingiz bo'lib qolmay, hammamizning o'rtaq orzusi bo'lishi mumkin. Shundaq to'g'ri dedingiz. Dunyoda odam mangu mehriga qanmay o'tib ketadigan shunday bir mehrlar bor ekan. Ona mehri, vatan mehriga o'xshash. Chunki vatan bizning muqaddas sajdigohimizdir. Siz garchi vatandan nihoyat kichiklam ayrilgan bo'lsangiz-mu, lekin o'zingizni izchil Uyg'ur ruhi bilan sug'urib kelibsiz. Sizning ona tilimizga bo'lgan sevgingiz, hurmatingiz, talabbuzingiz, vatanimiz haqidagi cho'nqur bilimlaringiz meni nihoyatda ta'sirlantirdi. Sizdan faxrlanaman Zulhaya qizim. Sizning nutqingizning qurilishi nihoyatda yaxshi o'rinlashtirilibdi. Nutqning eng asosiy alohidaliklaridan biri boshqalarga ma'lum bir tema haqida bilgi berish.
siz bu noktaga naydı muvaffaqiyetlik yetdiniz dep oylayman. Vatan haqida hech qanday ma'lumoti bo'lmagan bir kishi sizning nutqingizni anglasimi ma'lum ma'lumotlarga erishidi deb o'ylayman. Yana undan boshqa hissiyotni ifodalashingiz, harakat, badan tilingiz hammasi shundoq joyida bo'ldi. Sizning vatanimiz haqidagi izlanishingiz va o'rganishingizning to'xtab qolmasligini umid qilaman. Sizga zo'r utuqlar hamroh bo'lg'usi.